Bu bemorimizda endi bemor deyishim noto'g'ri, chunki aka uka bo'lib ketdik. Necha yil oldin soch ko'chirib o'tkazganmiz, yani soch ekib berganmiz. Ozgina qismi qolib ketgandi. Buni albatta rasmini qo'yib o'tamiz. Makushka o'rama sohasida qolib ketganda oldingi qismi ekilgan. Hozir o'sha sohada yopishi uchun qaytadan murojaat qildi. Donor sohasida sochlarimiz biroz kamligini hisobiga soqol sohasidan olamiz. Mana ko'rib turibsiz, chizib qo'yganmiz. Shu chizilgan sohadan soqollarni olamizda. Kerakli sohamizga, ya'ni soch kam sohaga, o'rama sohasiga soch ko'chirib o'tkazamiz. Soqol ektirish niyatida yurganlarda ozgina qiynash, nima deydi? Qiynaladigan holat, odamlar soqolsiz yuribdi, soqol ektiraman deb yuribdi, qanday soqollarni ekasizlar deydi. Soqol bilan sochni ikkalasini aralash qilib eksa, ikkalasining farqi bilinmaydi. Ertangi kunda ikkalasi ajrab, soqol bunaqa, soch bunaqa holatda bo'lmaydi. Ikkalasi deyarli bir xil holatga kelib qoladi. Menimcha buni oxirigacha kuzatasizlar. Ekib bo'lgandan keyin holatini ham qo'yamiz. Oldingi ekkanimizdan ekishdan oldin qanaqa bo'lgan, ekilgan holat qanaqa bo'lgan, hozirgi ekkanimiz qanaqa, keyingi natijasini ham qo'yamiz. Aka, endi soch ekish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tasiz, chunki soch ektirish fikrida yurganlar bemorni o'zidan eshitgani yaxshiroq, chunki bizda oddiy holat bo'lib qolib, qaysidir jihatlarni aytib bera olmasligimiz mumkin. Meni o'zim tushunishim bo'yicha ko'p insonlar soch ektirishdan qo'rqib yurishadi. Nima uchun? Bu og'riqli jarayon deb o'ylaydi hamma. Yo'q, adashasizlar, bu og'riqli jarayon emas. Mana hozir 2 soatdan oshiq vaqt o'tdi, men og'riq sezganim yo'q. Undan 5 yil oldin ham ektirganman. Hozir o'sha bo'sh qolgan joyga ektirish jarayoni og'riq umuman sezilmaydi. Qo'rqmasdan soch ektirishingiz mumkin. Men tavsiya qilaman. O'ta go'zal bo'lib yurish undan ham yaxshi. Biz jarayonni boshladik, kuzatishda davom etamiz.